Ukalar, kechki shaftoliga qiziqqanlar, gektaridan 50 tonna, 60 tonna uziladigan shaftoli 2026-yil 15-avgust sanasida video qilib joylayapmiz. Mana sort Boving 3 orqaga qaytgan, juda ham qora qizil bo'ladi. Mana holatini ko'rib baho berib ko'rasizlar. Bugun uzum jarayoni ketyapti. Bu rangni qaranglar, rangni. Narxiga kelsak, bugungi uzilayotgani 20 mingdan 25 minggacha uzilyapti ekan. Zo'r. Tonnasiga hisoblab olaverasizlar gektaridan. Mana agar buni ko'proq toqalanib ketsa, juda ham yirik holatga keladi. Mana shu holatga danagidan 100% ga ajraydi. Mana juda chiroyli shaftoli. Bog'dan o'tkayli olib pindigini biz ko'chat ko'paytirganmiz va bugun video qilib ketaylik deb keldik. Bizni YouTube'da kuzatib borayotganlar bo'lsa, mana holat. Boqqalaman deganlarga ishonarli ko'chatidan bor. Hozirdan zakaz berib qo'ysalaring bo'ladi. Nektarindan ham kerak bo'lsa tonnani yaxshi berar ekan mana. Kechki shaftoli tugab ketyapti. Bu kechkini ekish kerak. Erta ko'payib ketdi, uni hamma bilib qoldi. Mana kechki shaftolilarni yana bir yaxshi sortini sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Mana bog'da. Qizarishi zo'r ekan. Juda chiroyli qizarar ekan. Piluslari danaydan ajraydi, mazasi zo'r, shirin, kalibri ham yaxshi. Bu aka danayni ajratingda. Pishdimi bu? Qattig'i ham ajraydi. Mana danaydan ajraydi. Pishmagani ham. Mana pastga nomerlar qo'yib ketamiz. Ko'chatiga zakaz bersalaring, O'zbekistonda, Tojikiston, Qirg'iziston, qaysi davlatdan ko'rsalaring biz yetkazib beramiz. Xohlasalaring kelib olib ketinglar. Like bosib bizni qo'llashda davom etinglar. Sog' bo'linglar.